Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Bugün 7-ci ayının 28-ci günü cümə. Tövəndə dehqanlar xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Şinxuatorning 28-ci isladagi xəbərdə bildirilishicha, Xitoy mushu oyning 26-cı günü tushdan keyin Beijing Xotan bevosita uchish liniyasini muvaffaqiyatli ochganligini e'lon qilgan. Xitoyning yillardan beri ichkari o'lkalardan Sharq Turkistonga to'shayotgan Xitoy fuqarolarining soni kundan-kun ko'paymoqda. Xitoy hukumati sayohat va boshqa bahonalar bilan Xitoy fuqarolarini Sharq Turkistonga ko'chirishni texnik tezlatish maqsadida Beijingdan Xotanga bevosita uchish liniyasini yo'l qo'ygan. Beijingdan Xotanga boradigan yo'lovchilar ilgari 3 bekatda almashib, eng tez bo'lgandimi 7 soatda Xotanga bordi ekan. Bu bevosita uchish liniyasi yo'l qo'yilgandan keyin uchish vaqti taxminan 5 soatga qisqartirilgan. Xitoy fuqarolarining vatanimizning Xotan rayonidagi alohida afzalliklarga bo'lgan qiziqishi Xotanga sayohat qilish va ko'chman mubyashiga sabab bo'lmoqda ekan. Xitoyning sonliq ma'lumotlariga qaraganda 2023 yil 1 yanvardan 20 yilgacha Xotan rayoni jami 1,89,000 davlat ichi Xitoy sayohatchisini qabul qilib, sayohatchi soni va sayohat kirimini o'tgan yildagidan 61% ko'proq oshirgan. Xitoyning bu yilgi umumiy kirimi bo'lsa 6 milliard 765 million yuanga yetgan. Xitoy xabar torining 7-ayning 28-ci kundagi xabarda deyilishicha, atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti to'r uchrashxonasi yangi davrni madiyalash va yangi safarga otlanish nomidagi internet cho'lponlarining sayohati rasmiy boshlangan. Bir turkum internet cho'lponlari Sharq Turkistonning G'o'lji shahrining Qozonchi xalq sayohat rayoni, Ilimozi, G'o'ljining Olti yulduz bozorga va boshqa joylarga berib ziyorat qilib, Douyin, Weibo, Kuaysho qatorliq ijtimoiy taratquv vositalaridan Sharq Turkistonning go'zal manzaralarini, mezilik yemekliklarni va har qaysi millatlarning atalmış baxtli turmushini va madaniyat san'at faoliyatlarini naq maydon qilib tarqitish faoliyatini bo'lgan. Bu naq maydon tarqitish boshlanib, qisqa vaqtda Xitoy ijtimoiy taratqularida atalmış Şinjanga aloqador mazmunlar ko'plab ham barinib, ko'rilish qitim soni shiddat bilan oshgan. Bu faoliyat 2023 yildagi atalmış Şinjan internet madaniyat yig'ini mazmunining bir parchasi bo'lib, bu naq maydon tarqitish faoliyati 6 kun davomlashadi ekan. Ba'zi analistlarning deyishicha, Xitoy hukumati buningdek kiyimi davomli mushuning o'xshash faoliyatlarni ko'plab o'tkazib, Xitoy ichi va chet ellardan kelgan to'r cho'lponlardan va har xil ijtimoiy taratquv vositalaridan unumli foydalanib, dunyoga atalmış Şinjan xalqining baxtli turmushi va Sharq Turkistonning go'zal obrazini namoyon qilib, ko'z bo'yash orqali Xitoy hukumatining o'zining Sharq Turkistonda yapgan har turli jinoyatlarni yo'qotishni maqsad qilganligini bildirishmoqda. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.